alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun xudo xohlasa uchun sizlarga Bekoboddan kelgan akamizga, Bekobod qushchi tomonidan kelgan akamiz uchun bitta 17 kunlik Texa fermasining original benzinli motoblogini sotdik. Shuni ishlatib berish jarayonida sizlarga kichkina obzorni qo'yamiz. Ekranga yaxshiroq o'rnatib oling, like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin. Mana sotib berish jarayoni vobshe tez yuradigan bu Texa fermamizning ishlash jarayoni. Vobshe ishlash jarayonlari juda ideal ishlangan. Hamma to'rimizlarni bir ligrovkalarni qilib beryapti. Akalar kelaverasizlar, optim bazaga shuncha marta kultivatorlarimiz bor. Kelib bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiskani bosib qo'ygan holda akalar, optim baza birinchi qo'l 5 million so'mdan 7 kishilik salarshi motobloklar berilyapti. 2 million 900 ming so'mdan benzinovilar juda katta skidkaga tushib ketgan pluglar xohlagan turidan kelgan. Katta bazadan kelib xarid qilishingiz mumkin xalqim. Like, podpiskani bosib qo'ygan holda kelib xarid qilaverasizlar. Yana qayta aytaman, 5 million so'mdan salarshnilar yetib kelgan yangi partiyada 5 million so'mdan salarshnilar, 2 million 900 ming so'mdan 7 kishiliklar xohlagan turidan tanlab olasizlar. Kelib narx-navolarni kelishilgan hollarda benzinoviy 7 ga 9 lar 4 million 500 ming so'mdan kelib xohlaganda tanlab olaverasiz. 7 ga 9 beramiz. 4 million 500 ming so'mdan like, podpiskani bosib qo'ygan holda mana shu akalarga o'xshab kelib tekshirilgan holda tekshirib qolasiz. Moy benzinlarni olib kelsangiz, ustiga tekshirib yoki garantiyalarni yozib olib ketaverasizlar. Like, podpiskalarni jo'niga kelaverasizlar, kelib olib ketaverasizlar. Akalar birinchi qo'l baribir arzon bo'ladi. Jonlaring sog' bo'lsin.